Hayotimizdan ketgan insonlarga umuman achinmaymiz. Bir minut ham afsus qilmaymiz. Nimaga meni tashlab ketishadi, nimaga meni hayotim unaqa demaymiz. Bizga loyiq emaslarni Allohim hayotimizdan olib tashladi. Meni tengim emas, menga loyiq emas deb o'zingiz sama atsenkaga ko'taring. Sizni tengiz emas edi. Sizni hayotingizdan ketganlar sizni to'lqa plyusingizga ishladi. Hadeb hamma narsaga o'zingizni aybdor qilavermang. Siz aybdor emassiz. Alloh shu narsani xohladi, hayotimizdan olib tashlandi. Bandalari ketganiga o'zimizni tashab, yig'lab, kasal bo'lishimizdan foydasi yo'q. Ketgan bo'lsa, ketganlar qiynalsin. Vijdonsizlar qiynalsin. Sizni qadringizni bilmaganlar qiynalsin. Tik oyoqda o'zingizga qarab, shirin tabassum ila hamma narsani yaxshilikka yo'yib, chiroyli kiyimlaringizni kiyib, bitta tayinli ishni ushab, bolalaringizni chiroyli qarab, Allohdangina so'rab yashang. Maza qilasiz. Hurmatlarga loyiq bo'lasiz. Hurmatlarga loyiq bo'lib yashang. Kimligingizni biling, nimalarga loyiqligingizni biling, qanaqa insonligingizni biling, qalbingizni tozaligini biling, hamma narsani biling. Allohga shukr qiling. Asha insonlar toifasida qilib qo'ymaganiga shukr qiling. Bizi qalbimiz ko'r emas. Qalbi ko'rlar bilan teng bo'lmang. Qalbi ko'rlar uchun o'zingizni tugatmang. Qalbi ko'rlar, tarbiyasi yo'qlar, madaniyatsizlar, siz uchun avtoritet bo'lmagan insonlar uchun siqilmang. Shunday shirin qiz, shunday go'zal qiz, shunday qalbi toza qiz. Qalb tozaligini-chi hech narsaga sotib ola olmaysiz. Qalb tozaligini Allohim izbrinni odamlarga bergan. Shu qalb tozalik qatoriga kiring. Qalb toza inson qatoriga kiring. Bo'ldi. Siqilishni bas qiling. Sizni tengizmas insonlarga siqilishni bas qiling. Hamma alamingizni o'zingizdan oling. Hamma alamingizni farzandlaringizdan oling. O'sib, ulg'ayib, chiroyli bo'lib, ayol qanaqa bo'lish kerakligini hammaga ko'rsatib qo'ying.